savol, menga bugun bir nechta dasturlar keldi va shuni hozir sizlar bilan unpacking qilamiz. Va birinchisi bu menda уже ichini bilaman nima borligini. Bu planner. Ko'pchilik biladiki, men juda ham plan qilishni yaxshi ko'raman. Shu sababli menda har xil bloknot va plannerlar juda ham ko'p. Просто взгляните, как это красиво. Bir minut. Bu spring planner va bu summer. Like, look this. Bu planner bahorning 3 oy uchun mo'ljallangan. Va bu 3 oy yoz uchun. Bahorgisini ko'rsatsam, men buni уже полный расписка qilib, mana shunaqa qilib to'ldirib yuribman va bu juda ham udobna. Buni muqovasi предыдущийdan ko'ra ancha yaxshiroq ekan. Shunaqa forzishlarni juda ham yaxshi ko'raman. Like, look at this. Qanchalik chiroyli. Jimmy. Bu yerda kunlik qilishingiz kerak bo'lgan ishlar, zadachalar, расходlaringiz очень удобно. Storiesimda profillarini отметка qilib qo'yaman. Haytgancha menga obuna bo'lishni unutmang, chunki menda moda, beauty va kitoblar haqida.